Assalomu alaykum. Efirda O'zak xabarlari. Bugungi dasturimizda birja yangiliklari hamda joriy yilning boshidan beri birjaning mineral o'g'itlar bozorida shakllangan holatlar bilan tanishtirib o'tamiz. Dastlab esa an'anaviy tarzda o'tgan haftada birjada shakllangan holatlar, kotirovkalar bilan tanishib olishingiz mumkin. Bu o'tgan haftaning asosiy ko'rsatkichlari edi. Endi bevosita birja yangiliklariga to'xtalib o'tamiz. Chicago tovar birjasining Osiyo Tinch okeani mintaqasi bo'yicha boshqaruvchi direktori Russell Beatty O'zbekiston Respublika tovar xomashyo birjasiga tashrif buyurdi hamda birjaning rahbariyati bilan uchrashuv o'tkazdi. Mazkur tashrif birjalar o'rtasidagi hamkorlikni kengaytirish va zamonaviy birja savdo mexanizmlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba almashishda muhim qadam hisoblanadi. Muzokaralar davomida jahon birjalari industriyasi rivojlanishining so'nggi tendensiyalari hamda istiqbollari va shuningdek ikki birja o'rtasidagi aloqalarni har tomonlama rivojlantirishga doir masalalar keng muhokama qilindi. Russell Beatty O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlar, shu jumladan birja savdolari bo'yicha erishilgan yutuqlarga yuqori baho berdi. Tashrif yakunlari bo'yicha tomonlar ikki birja o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha maslahatlashuvlar hamda muloqotni davom ettirishga kelishib olishdi. Endilikda birjaning alohida segmentiga to'xtalib o'tamiz. Ya'ni joriy yilning boshidan beri, ya'ni joriy yilning yanvar-sentyabr oyida birjaning mineral o'g'itlar bozorida shakllangan holatlarni alohida ko'rib chiqamiz. Ko'rib chiqilayotgan davrda ushbu mahsulotlarning sotuv hajmi 2 million tonnadan oshdi. Bu o'tgan yilning mos davriga nisbatan 32% ga ko'p demakdir. O'rtacha oylik sotuv hajmlari 225 ming tonnani tashkil etmoqda va oyma-oy sotuv hajmlariga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda o'zgaruvchan holatni ko'rishimiz mumkin. Dastlab bu yerda o'sish holatlari kuzatilmoqda. Talab o'sgan sari savdoga qo'yilgan hajmlar hamda sotuvlar oshgan va eng yuqori ko'rsatkich mart oyiga to'g'ri kelmoqda. Ya'ni 400 ming tonna mineral o'g'itlar sotilgan. Keyingi holatlarda pasayish kuzatilmoqda va ko'rinib turibdiki, so'nggi paytlarda sotuv hajmi 66 ming tonnani tashkil etgan. Sotilgan mahsulotlarning tarkibiy tuzilmasiga e'tiborimizni qaratib o'tamiz. Bu yerda katta o'zgarish sodir bo'lmagan. Mutlaq yetakchilik, ya'ni bozorning 55% ammiakli selitra bozoriga tegishli ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni eng ko'p savdolar aynan mana shu mahsulot bo'yicha amalga oshirilgan. Ikkinchi o'rinda turgan karbamitning ulushi 17% ni tashkil etmoqda. Sulfat ammoniya, kaliy hamda amafos mahsulotlarining ulushlari 8 hamda 7% tashkil etdi. Qolgan mineral o'g'itlarning ulushlari nisbatan kamroqdir. Endi aynan mana shu bozorda yuqori talabdan foydalangan mahsulotlar bo'yicha shakllangan narxlar dinamikasiga to'xtalib o'tamiz. Xususan dastlab ammiakli selitra bo'yicha shakllangan kotirovkalarga e'tibor beradigan bo'lsak, quyidagicha holatni ko'rishimiz mumkin. Dastlab yilning boshlarida narxlar pasayish holatlarini kuzatilmoqda. Ya'ni o'rtacha narxlar mahsulotga 1 tonnasi uchun deyarli 2 million 800 ming so'mdan 2 million 700 ming so'm miqdorigacha tushganligini ko'rishimiz mumkin. Bu joriy yil uchun minimal daraja hisoblanadi. Ma'lumki, aynan mana shu davrda savdoga qo'yilayotgan hajmlar ham ko'tarilgan edi. Biroq keyinchalik narxlar biroz ko'tarildi hamda
2.800.000 so'm miqdorida barqarorlashganligini ko'rishimiz mumkin. Iyun hamda iyul oylarida aynan mana shu kotirovka qayd etilmoqda. So'nggi oylarga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda yana narxlar ko'tarilganligini ko'rishimiz mumkin. So'nggi kotirovka deyarli 3 million so'm miqdorigacha ko'tarildi. Karbamid bozorida shakllangan narxlar dinamikasiga to'xtalib o'tamiz. Bu yerda vaziyat boshqacharoq, ya'ni so'nggi paytlarda narxlar pasaygan. Dastlab yilning boshiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda ham o'zgaruvchanlik kuzatilmoqda. Narxlar 3.600.000 so'mdan 3.700.000 so'm miqdorigacha ko'tarilgan hamda keyingi oylarda, ya'ni aprel oyiga kelib 3.600.000 so'm miqdorigacha pasayganligini ko'rishimiz mumkin va aynan mana shu minimal kotirovka hisoblanadi. Biroq keyingi oylarda bu yerda ham talab oshganligi sababli narxlar ko'tarilgan va eng yuqori ko'rsatkich aynan iyul oyiga to'g'ri kelmoqda. Kotirovkalar deyarli 3.900.000 so'mni tashkil etdi. Biroq so'nggi oylarga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda korreksiya kuzatilmoqda va narxlar deyarli yilning boshidagi darajaga qaytdi, ya'ni 3.600.000 so'mni tashkil etdi. Dasturimiz so'ngida esa aynan mana shu mineral o'g'itlarni hududlarda sotib olish darajalariga to'xtalib o'tamiz va bu yerda nisbatan yetakchilik qilib kelgan hududlarga to'xtaladigan bo'lsak, birinchi navbatda bu Farg'ona viloyati hisoblanadi va ushbu hududning ulushi 12% ni tashkil etgan. Keyingilarga to'xtaladigan bo'lsak, bu albatta Qashqadaryo, Samarqand hamda Navoiy viloyatlari hisoblanadi. Ularning ulushlari bir-biriga yaqin, ya'ni 10% atrofida qayd etilmoqda va shuningdek Xorazm viloyatiga ham to'xtalib o'tishimiz maqsadga muvofiq. Ushbu hududga bozorning 8% tegishli bo'lmoqda. Qolgan hududlarning ulushlari esa nisbatan kamroqdir. Bu yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi xabarimiz edi. Birja kotirovkalarini kuzatib boring. Xayr, salomat bo'ling.